yana aytadikin, bolangni qarg'ama deydi. Qarg'asang bolangga tegsa, kasri o'zingga ham keladi deydi. Xossatan boroni bolasini qarg'ama deydi. Boroni bolasini qarg'asang deydi, o'zingga qaytadi deydi. Bizda boroni bolasini yomonlash bor. Bo'layotgan to'yni to'xtatish bor. To'g'rimi? Bir adabini yesin deb. O bir adabini yeydi, sen ming adab yeysan hali. Hali Xudo oldida nimalar bo'lar ekansan? Hazrat Yusuf alayhisolatu vassalam hammamiz bilamiz, akalar nima qilgan. Shu akalari shu dadamiz shuni yaxshi ko'radi deb g'ayri kelgandan quduqqa tashlashadi. Yusuf alayhisalom quduqdan olib chiqib, oborib uni keyin azizni bozorda sotilib, birovga qul bo'lib, uni xotinidan tuhmatdan qochib 17 yil zindonda o'tiradi. Ashi Yusuf alayhisalomning o'gay akalari 10 tasi, bittasi o'ziniki, Binyamin ukasi, ona bir ukasi. Onovini farzandlari keyin Fir'avn qo'lida qul bo'ladi-yu. Musa alayhisolatu vassalam Yusuf alayhisalomdan keyingi payg'ambarmi? Musa alayhisalom ochib ketgan Bani Isroil, ashi Yoqub alayhisalomning 10 ta bolasidan bo'lgan zurriyot shu. Tushundingizmi? 400 yil ezadi. O'kasi ko'rsatgan hunariga 10 ta akani zurriyotni 400 yil Fir'avn ezadi. Siz bilan bizam birovni bunini qonatib maza qilamiz-ku, sotib yozib berib, qamatib. Keyin o'zing bolang keyin jirillamada, nevarang keyin jirillama. Kazorlik qildingmi? Sen kazorga ham javob berishmoq kun bor-da. Birov ota-onasi qoqshaganmi sen yozib berganing sabab, sen ham qoqshashing bor bir kun emas bir kun. Bu qasosga deydimi dunyoni? Bu dunyoda bo'lsa-yu nur alon-nur, u yoqda turadi alohida. Javob berimiz bor. Shuning uchun bu dunyoga hammamiz omonat ekanmiz. Bizga berilgan farzandlar ham siz bizga omonat ekan. Qo'limizdan kelishi imkon qadar shularni to'g'ri yo'lga yetaklashimiz, odamlarga, el yurtga foydasi bor qilib tarbiyalashga harakat qilishimiz kerak ekanlar. Imkon boricha. Pul topsanglar xursand bo'lavermang. Din topsin. Nima halol, nima harom, nima to'g'ri, nima noto'g'ri, nima savob, nima gunoh. Kimning nima haqqi bor, kimning nima huquqi bor, shuni farzandlar bilish kerak. Nima qilish kerak, vazifasi nima? Xotinning vazifasi nima? Otaning vazifasi nima? Onaning vazifasi nima? Bolaning vazifasi nima? Oshna og'ayni, qo'ni qo'shnining vazifalari nima? Qarindosh urug'ning vazifalari nima? Shuni bilish kerak.